Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kanalimiz obunachilari, sizlar bilan yana har doimgidek Aviakassa Surxon mana Sankt-Peterburg Termiz 70-stoykadan 74-stoykaga o'tyapti. Qanashar kompaniyasi 23 kilo bagaj va 5 kilo ruchnoylari bor. Akalarimiz nasib bo'lsa chiroyli qilib o'tkazib oldik. Assalomu alaykum akajon. Takimetlar qanday edi? Takimet Yarimchala edi. Hech qanday muammo bo'lmadi. Sizni hech kim to'xtatishi, hech qanday sizdan hech narsa so'rashmadimi? Biletlaringizda muammo bo'lmadi. Hammasi bazada chiqib keldimi? Tavsiya qilamiz Aviakassa Surxon. Qanchadan beri kuzatib kelasiz? 2 yil. Kattakon rahmat. Aziz yurtdoshlar, mana bu yoqda akalarimiz va ikkita jiyanimiz ham bor. Aviakassa Surxondan birga olishgan. Nasib bo'lsa, tavsiya qilasizmi aka Aviakassa Surxon? Hech qanday muammo bo'lmadimi? Hech qanaqa bo'lmadi. Jiyan sizchi? Hammasi chotganmi? Aviakassa kruto. Hem молодец jiyan. Bemalol telefon qilaverasiz. Aviakassa Surxon tanlovda adashmang, chiroyli qilib o'tkazib qo'yishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, xizmatingizdamiz. Qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar Aviakassa Surxon yordam qo'lini cho'zadi.